Rustamning YouTube varianti ham qo'yyapman-da. Buni o'zimiz uchun olamiz-da, o'zimiz cho'rnoy. Gapirib ketaveringmi? Gapirsak ham bo'ladi. 2.9 sotik bu, ha? 2.7 sotik. 2.7 sotik. 2.7 sotik. Ana xuddi skaskalarga o'xshaydi, bor odam. 4ta yashaydigan xonasi, bitta oshxona. Mana bu chiroyli qilib gullarni ekib qo'yilsa bo'lar ekan. Gazon ekib qo'ysa bo'ladi. Bu podvol. Buni o'zimizni shu brigada ustalari qilingan-da bu. Cho'rnoy holatda hozir. Bu yoq oshxona. Mana o'rta koridor. Shunda bu yoq oshxona bo'lib turibdi. Mana oshxonadan hovli ham chiroyli bo'lib ko'rinadi mana. Ayollar maza qilib ovqatini qiladi. Bu anaqa o'tgan bu yoqqa koridorga. Teplый pol bor. Mana bu yerda mehmonxona, zal. Odam mehmon kutsa ham bo'ladi bu yerda. Xo'p, bu yerda mana bu yerda sanuzel bor o'sha. Mana teplый polni qasi bor bu yerda. Bu yerda kattalarning xonasi mana. Kattaligi spalniy xona. Orqa tarafga mana kichkina hovlichasi bor. Yoriq tushadi havo kirishiga. Mana bu yoqda detskiy xona. Bu yoqda yana bitta xona bor, qo'shimcha xona. Rodительskiy ekan, spalniy, ichkarida sanuzulga ham joy tashab ketilgan. Xo'p. Mana o'rta xona bu yoq. Xo'p, hovlini burchagida mana tualet ham bor. Hojatxona ko'rib nima qilsa bo'ladigan sharoitda bu. Bitgandan keyin boyaginaqa fasad bunda ham bo'ladi. Boyaga uydikdan bo'ladi. Mana arxitektor. Mana chiroyli bo'lib chiqadi. Buni bo'lishi necha pul buni? Bo'lishi 76 deng. Kelishtirib beriladi xullas. Agar ustalar kerak bo'lsa, ustalar bor. Malarka o'sha qolgan ishlar o'sha santexnika, elektrika ishlari qo'yilagi o'sha kalitigacha qilib beriladi. Elektrika tayyor. Puli to'langan. Santexnika puli to'langan. Vakansiya ilib berib ketadi kim olgan taqdirda ham. U hamma yana qo'shimcha o'sha o'zingizlarning ko'ngillardagi batareyalari olib qo'yilgan, uyda turibdi. Endi ochiqlik uchun olib qo'yilgan. Qachonki birov kelib sotib olsa, batareyalari ham beriladi hamma narsa. Agar nobodo bitta katel taqilsa bo'ldi. Muammosi yo'q. Chiroyli qilib, dizayn qilib o'zingizlarning xohishinglardagi remont qilinadi.